Biz turmush o'rtog'imiz bilan mashina bozoriga ketamiz. Kimga qiziq biz bilan ketdi. Ko'rsataman xolasanglar o'tda narsalarni. Yangi olgan mashinamizni bitta aybini topdik. O'shanga salonga aytdik, olib kelinglar, ko'ramiz. O'rniga sizlarga haydab turishga boshqa mashina beramiz. Bir hafta tekshirib, keyin anaqamizni feedbackimizni, to есть tekshirgan narsa, topgan narsalarimizni aytamiz dedi. Xullas shunga mashina bozoriga ketyapmiz. Sochim 20 minutda abadok taqaman. Va sizlarga outfit check qilib bermoqchi edim. Bugun obrazimiz bunaqa. Jort. Uzun tisadan pastdagi shimlarni jort deydi. Jort kiydimi qora top bilan. Biz boshqa mashina bozoriga keldik. Windmill Autos degan. Mana bu mashina sotiladi. Xullas salonni ichi bitta kama karatli ichkarida. Mana hamma mashinalar shu yonda. Mana bu Mercedes qaranglar, matoviy. Keyin sizlarga narxlarini ko'rsataman. Xullas, hamma mashinalar Angliyada обычно haydalgan mashina olsanglar ancha arzonroqga tushasizlar, chunki yangi olsanglar foydasi yo'q. Salonidan, eshigidan shunday chiqishi bilan yarim narxga tushib ketadi. Shunga ko'plar kam mileage yurilgan va ishlatilgan mashina. Hamma modeldagi mashinalar bular avtolar. Mana narxi 12950, 12950, Toyota 8650, 18950, Mercedes, BMW'lar, Volkswagen 13000. Ularni narxi ularni yurgan anaqasiga, miliga qarab qo'yiladi va yangi Mercedes, yana bitta Mercedes, Toyota, любой anaqalarda salonda любой anaqada nima deydi, modelda mashina olsin. Mana bu BMW 14450 turar ekan. Audi Mercedes A Class 200, maniki B Class, Sini BMW Hatchback 11950 turar ekan. Mazda. Men bu Audi oqam chiroyli ekan. Menga shunaqa ixcham mashinalar yoqadi, chunki Angliyada bilsanglar, yo'llar, yuradigan yo'llar juda ham tor, parkovkalari ham juda ham qisqa. Toyota A3, Toyota dedimmi? Audi A3. Va kichkina qancha mashinalar bo'lsa, yurish ham shuncha oson bo'ladi. Mana buni qaranglar, 3 ta eshikli. Oldin ochasizlar, orqaga o'tish uchun sideniyani bukasizlar, orqaga o'tasizlar. Bunaqalarni 3 ta eshikli deydi. Bunaqalarni 5 ta eshik deydi, chunki ikkita yonidan, bunisidan ichkariga kirish mumkin. O'shanga 5 ta eshikli deyshadi, bagajnikdan ham kirsa bo'lsa. Mana bu BMWni qaranglar, kichkina ixchamgina ekan. Ham pas. 11950 funt. Nechinchi yil? Honda. Shunaqa Audi serinki, meniki ixcham. Mana bu meni erim mashinasini yangiroq modeli. Orqalarda mana Audi, bundan BMW, Mercedes, bitta основной Audi, BMW, Mercedes sotilar ekan. Biz mashinani chetdan oldik. Xullas, nima bo'ldi mashinamizga? Chetini qirib olganimni tuzatishga borsak, bu mashina polniy bo'yalgan deyshti. Sotganda istoriyasida buni aytmagan. Polniy bo'yalgan bo'lsa, значит qayerdadir qachondir katta avariyaga uchragan va tuzalgan. Unaqa mashinalarni обязательно aytishligi kerak va o'shanga qarab narxini qo'yadi. Bizga qimmatroqga sotgani uchun jalba qildik, olib kelinglar, qaytib o'rniga mashina beramiz, haydab turasizlar, biz tekshiramiz.
Mana bu Volkswagenni qaranglar. Hamma nemetskiy mashinalar juda ham xatolarni kechiradigan mashinalar, ya'ni bir o'rniga uchirib yuborsanglar, mana shunaqa kichkina xatolarni kechiradigan mashinalar, stoykiy mashinalar. Tiguan, BMW. Mana mashinamdan B klass ekan. Manikidek ekan to'chna, lekin sal orqasi boshqacharoq. Yo, meniki emas, bu meniki sal yotganroq, bagajnik sal boshqacha. Meniki B200 menimcha edi, bu B180 ekan. Xullas, meni mashinam hozir qoladi, o'rniga boshqa mashina berishdi. Tekinga, ular tekshirgunicha keyingi hafta kelib natijasini eshitamiz va obratno olib ketamiz. Toyota. Men pravamni Toyota'da topshirganman. Har doim Toyota olaman deb o'ynardim. Toyota Yaris'da topshirganman pravamga. Gibrid ekan bu. Toyota Yaris gibrid. Bunaqa salonlar juda ko'p Angliyada. Любой joyga borib va interesniy fakt, qancha Londondan tashqariroq bo'lsa, shuncha arzon bo'ladi. Xuddi o'shana mashinani agar 1 soat, 1,5 soatlik yo'l bilan uzoqga borib o'sha salondan topmasanglar, qimmatroqga olib qo'yishingiz mumkin. Qancha sentrdan uzoq bo'lsa, shuncha arzon tushadi. Va mana bu mashinani qaranglar, qanaqa qilishgan. Kuchuvchaga yo'q, bu cho'chqa ekan. Su kuchuv menimcha. Microchip. Ko'rsataman. Rublarim chochuv qilingan. Bu menimcha Angliyani havosiga uncha bo'lmasa kerak, chunki ho'l bo'ladi bizda. Mana qulog'im bir. Mana hadab orzu qilgan mashinam Volkswagen Beetle Жук bor, o'sha edi. Lekin mana bu ham Mini Cooper qaranglar. Shunda anaqa takoy ixcham девичий qizlarning mashinasi kichkina endi haydash. Ichi yoqadi menga shunaqa kichkina ixcham. Bizga Mers o'rniga juda ham arzon mashina berishdi. Mana bu Volkswagen Vauxhall manual. Orqasidagi oynasi bunaqa aylantirib ochiladi, shunaqa mashina. Bizga berishgan courtesy card edi, ya'ni tekinga haydab turishingizga пока ular tekshirgunicha mashina beradi va eng arzonini. Bizga ham Vauxhall Opel berishdi. Mamtlari какого-то 12-yil mashina. Men bu yerda hamma narsa eski anaqa bo'yicha manualga. Bu yerda xachaklovka bor, orqasida oyna anaqa eskida unda aylantirib ochilardi, shunaqa. Mashinani 20 funtga petrolda, dizel emas, oddiy benzin bilan to'ldirdik. 20 funtga почти полный бак bo'ldi. Какой у него engine 1.4 Brutor anaqasi. Engine size, motor razmeri. Qancha motor razmeri baland bo'lsa, shuncha tortishi yaxshiroq bo'ladi. Bu Brutor juda ham qiyin